Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan darsda mat qoidalarini o'tgandik. Bu betni aytaman deb oxirida yodimdan ko'tarilgan ekan. Shunga bir madga takrorlash qilamizda, keyin bugungi mavzumizga o'tamiz. Xo'p. Mana o'tgan darsda o'tgan madlarimiz va uni qarshisida shu harakatlar soni necha harakat cho'ziladi? Tabiiy mad, badal, evaz, kichik siylasi mana ikki harakat cho'ziladi. Birinchi kun o'tgan madlarimiz. Keyin katta siyla mana ikki harakatdan 4-5 harakatgacha cho'zish mumkin. Xo'p. Vojib muttasil mad, joiz munfasil mad. Mana vojib 4 harakat cho'zish, 5 harakat cho'zish vojib buni. Joizda 2 harakat, 4-5 harakat xuddi katta siyla bilan. Endi bu to'rttalasini ham, uchalasini ham to'g'rirog'i 4 harakatdan cho'zsangiz bo'ladi. Tavsiya. Demak, tepadagilarni 2 harakatdan cho'zasiz. Keyingilarni bu 3 tani 4 harakatdan cho'zasiz. Xo'p, keyingilari mana 6 harakatdan madda turlari endi hamma turlarini demak 6 harakatdan cho'zasiz. Hop, bunaqa alif lam mim deb kelganda ham alif cho'zilmaydi. O'tgan darsda shu joyga urg'u bermanman. Mana shu huruf muqatta'alarga mana shu yerda demak shunaqa harflar bilan boshlangan suralar bor. Mana alif lam mim. Shu yerda mana ustiga mana shunaqa belgi qo'yilganlarini cho'zasiz. 6 harakatdan. Ya'ni alif demaysiz-da. Alif lam mim. Mana qof. Misal hamim kela hamim va hokazo. Hop, oriz mat mana bu keyingi oriz lin keyingi o'tganamiz. 2 harakatdan 6 harakatga cho'zish mumkin. 2, 4, 6 cho'zsangiz bo'ladi. Xo'p, endi bo'ldi. Demak, mana shular. Buni rasmini guruhga ham tashlab qo'ydim kecha. Endi inshaalloh bugungi mavzumizga qaytamiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan qalqalani o'tamiz. Xo'p, qalqala so'zi tebranish, beqarorlik degan ma'nolarni anglatadi. Tajvid ilmida esa qalqala deb sukunli harfni talaffuz qilganda uning mahrajida ovozni kuchli tebratishga aytiladi. Ya'ni qalqala tovushni sukunli holda tebratib, jaranglatib aytishdir. Qalqala harflari 5 ta bo'lib, ular qof, po, ba, jim, dal. Qutbujat degan mana kalimada yodlab qolishga oson. Xo'p, mana shular sukunli kelganda shundan tebratib qalqala qilib o'qiysiz. Masalan, Falaq surasi ko'pchilik yodlaganmiz. Qul a'udhu bi robbil falaq. Falaq deb mana agar o'zi falaqiy deb yozilgan, al falaqiy deb yozilgan. Shuni siz agar to'xtamoqchi bo'lsangiz, vaqf qilmoqchi bo'lsangiz, ustiga sukun qo'yasiz, to'g'rimi? Vaqf qilmoqchi bo'lib ustiga sukun qo'yganingizdan keyin al falaq deb to'xtashingiz kerak. Lekin al falaq deb to'xtamaysizda qalqala qilasiz. Bu harflarda mana 5 ta harf. Qof, q, t, b, j, d desak, qutbujat. Mana shu 5 tasida hop, qalqala qilasiz. Falaq qilasiz, tushunarli? Falaq emasda, falaq. Q deb tebratib nima qilib chiqarasiz. Hop, qalqala ikki xil bo'ladi, kichik, katta. Agar so'zi o'rtasida yoki gapni o'rtasida kelsa, o'rtasida degani ya'ni o'rtasida emas, orasida. So'zi orasida yoki gapni orasida kelsa, mana shu holatda kichik qalqala bo'ladi. Masalan, xolaquna so'z o'rtasiga keldi. Xolaquna bildirmayki deb. Xolaquna xalaq mana o'zimdek o'qisangiz, agar qalqala qilmasdan o'qisangiz, xalaqna, xalaqna, xalaqna qalqala qilsangiz, xalaqna sal tebratib yuborasiz. Xalaqna emasda, xalaquna sal tebratib yuborasiz. Lam yalid va lam yulad. Va lam yalid, lam yalid. Endi so'z oxirida bo'lsa, masalan, va lam yulad deb so'z oxirida aytadigan bo'lsangiz, unda siz katta qalqala bo'ladi. Ko'proq, kuchliroq bildirasiz. Masalan, yuqorida o'xshab falaq dedingiz-ku mana. Mana xalaqna bilan falaq degi qo'larni bir-biriga solishtirsangiz farq qiladi. Shunaqa. Ixtilaq masalan. Xo'p. Nisbatan kuchliroq bo'ladi. Kichik qalqalaga nisbatan kuchliroq bo'ladi deyapti. Xo'p, misollar o'qib qo'yasizlar. Xo'p, o'qib beraman. Va yaqtuluna va yaqtuluna. Yaqdiruna yaqdiruna. Tushunarli? Toligiga misol lut sukun qilsangiz, mana shunaqa lut qilasiz. Xo'p, muhit. Xo'p, raqib. الثاقب. Xo'p, البروج. Xo'p, bahij.
Hop. Al-maw'ud. Al-maw'ud. Men diq to'xtayapman. Shu qalqala qilganimda diga o'xshab eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Al-maw'ud. Hop. Nima? Ahad. 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 Xo'p, endi ro harfining qoidalari. Xo'p, buni ham o'tib qo'yamiz. Ro harfining qoidalari, demak, ro aytilishida tafhim, ya'ni yo'g'on aytiladigan joylari bo'ladi, tarqiq ingichka aytiladigan joylari bo'ladi. Xo'p, soddasi, mana boshdagilarni aytaman. Ro qachon yo'g'on o'qi, ya'ni ro deganda mana bu og'zingizni ichini kengaytirib, xuddiki isti'ola harflarini chiqarganda, masalan, do, zolarni chiqarasiz-ku, o'shunaqa qilib og'zingizni keng qilib ro qilib chiqarishingiz, r qilib chiqarishingiz vaqti bo'ladi, yo'g'on aytilishi, va ingichka r qilib chiqarishingiz vaqti bo'ladi. Ro, r chiqarishingiz vaqti bo'ladi. Ana o'sha narsa qachon bo'lishi, mana holatlari bilan bu yerda qator berib qo'ygan, juda tushunarli yozilgan. Hozir bittalab buni so'zning oxirida kunli kelsa deb maydalab o'tirmayman, o'qib chiqasiz. Vazifa sizga shu. Keyingi darsda inshaalloh vaqtda o'tamiz. Xo'p, qisqacha tushuntirib beraman. Qarang, masalan, mana zammali bo'lsa deyapti-da, masalan deyapman. Ro zammali bo'lsa degani. Ro zammali bo'lsa, masalan, misol keltirib. Absaruha. Absaruha emasda absaruha bo'ladi, tushunarli? B mana qanaqa qilib bo'ladi? Absaruha ruha, tushunarlimi? Ruhamau ruhama emasda ruhamau, tushunarli? Yoki fathali bo'lsa mana Rabbana emasda, mana shu uchun mana o'sha buni tafhim yo'g'on aytishlik nimasi borligi uchun ro deymiz. Xuddiki o'sha isti'ola harflarini do, to deymiz-ku. O'shunga o'xshagan buni ham ro deymiz. Ro, Robbana, tushunarli? Firosha, mana firosha, tushunarli? Va hokazo. Zammadan keyin kelsa, buni qilsa, oriz bo'lsa, yozilgan hamma nimalarni o'qib chiqasizlar. Xo'p, kasrali bo'lganda mana nima o'qiysiz? Rizqo. Rizqo emasda ri yengil, ya'ni rizqo. Marij, tushunarli? Marij emasda marij. Nasir, mana nasir. Debman. Nasir emasda sir. Xo'p, inshaalloh bitta darsimiz qoldi. Vaqf bilan ibtidoni o'tadigan bo'lsak, inshaalloh nima keyingi kundan nimaga tushamiz? Qur'onga tushamiz. Xo'p. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfirukallohumma va atubu ilayk. Deb yuborsa tushunarli bo'ldi. Mana roni nimalarni o'qiysizlar va mana bu nimani qalqalalarni qilasizlar va ikkita sura uyga Falaq bilan Nas suralari. Falaq surasi bilan Nas suralari. 3 ta deylik, 3 ta qulda olinglar. O'sha sura Ixlos, Falaq, Nas suralarini uyda o'qishga tajvid bilan. O'tgan dars Qur'on eshitib bergandimi? Bu darsga demak Ixlos, Falaq, Nas suralari. Inshaalloh.